Toksikozlar haqida vayn olmoqchi edimda, lekin men unaqa toksikoz bo'lmaganman. Prям og'ir ahvoldagi, menda hech qanaqa ko'ngil aynishi, unaqa narsalar bo'lmagan. No, menga qiziq, homiladorlik davrida bo'ladigan injiqliklar, toksikozlar haqida yozinglar. Kim nimaga bo'lgan, kim misol uchun bir xilga sho'rbodirlikni shokolad bilan aralashtirib yeyish yaxshi ko'rgan, bir xilga yana nimadir, kimdirlar erini hidini hidlash xohlagan, lekin o'zini ko'rish xohlamagan, mana shunaqa narsalar. Menga prosta yozinglar. Sen ikra bilan yogurt aralashtirib yozsan. Yo'q, qaymoq. Yo, sliv. Yogurt. Ay, bu yogurt saniki slivka. Mana qaymoq. Mana bitta ikraga nima bor? Kabachokli. Yo, u kolbasani ichiga ikra qilyapman, orada qaymoq yo'mada. Yo'q, shakar choy ichib ketadi. Kubak kofe bilan. Yo, prosta aytmoqchi bo'lganman, konkretni jinniliklar bo'ladi. O'sha jinniliklar haqida bilgim kelyapti. Yozinglar. Menga prosta qiziq tuyulyapti. Sado shuni o'zi normalniy jinnilik. Men har doim toksikozman demang.